Xossalar mavzu o'qitish metodikasi. Demak, laboratoriya ishida biz algoritmlarga doir qanaqa tajribalar qilsak bo'ladi? Kim gapirib beradi? Algidlarga doir sifat reaksiyamiz mavjuddir. Ya'ni faqat algidlarning xossasini ko'rsatib beradi. Misol uchun, laboratoriya jarayonlarida algidlarda kumush ko'zgu reaksiyasini amalga oshirishimiz mumkin. Kumush ko'zgu reaksiyasi algidlar uchun haqiqiy sifat reaksiyasi hisoblanadi. Bu ketoladi, ketmaydi. Ketoladi bo'ladi. Birinchi bo'lib, bunda kumush nitrat eritmasini olamiz. Unga ammiakli eritma, ya'ni ammoniy gidroksidni qo'shamiz. Bunda bizda kompleks birikma hosil bo'ladi. Bunda Birinchi kumush oksid cho'kmaga tushadi. Birinchi cho'kmaga tushadi. Va kumush oksid eriguncha, yana kumush oksid eriguncha ammiak eritmasdan olinadi. Tomizamiz va siz aytgan kompleks birikma hosil bo'ladi. Keyin esa biz hozir qolgan yordam berib glyukoza oluvdik. Xo'p, glyukoza olishimiz mumkin. Glyukoza olishimiz mumkin. Bunda chunki tarkibida aldegid gruppasini saqlagan. Gruppa bor. Aldegid gruppani hisobiga unda ham kumush ko'zgu reaksiyasi amalga oshiriladi. Keyin oynaga qaraymiz, uyda bemalol kumush ko'zgu hosil bo'ladi. Aynan aksiz ko'rinishi kerak. Bu kimyada eng qiziqarli tajribalardan biri emas. Hozir biz kumush ko'zgu tajribasiga kumush nitrat eritmasini tayyorlab oldik. Bir tomchi ammiakdan bir tomchi cho'kma ko'rdik. Mana cho'kma tushdi o'zi, qaranglar. Mana kumush vaqt o'tish bilan nima qiladi bu? Qorayadi. Yuzaga qorayadi. Qorayadi. Kumush oksid. Nima eriguncha endi qorayib boshlab qo'yasiz. eriguncha yana nima uchun kumush taqinchoqlar qorayadi? Kasallik faqat kasallik borda emas, kasal bo'lmagan odamda ham qorayib boshladi. Chunki qanotlardan yo'q emas. Havoda kasal. Asosan sulfit hisobiga sulfit cho'kmaga tushadi. Suyda yuvsa keyin nutda yopib qo'yamiz. O'tkazib birdan suyuvdikda shuni cho'kmay demak, cho'kma erib ketguncha bektamizasiz. Aylantirib turinglar bittalar. Cho'kma bittalar erib ketishi kerak. Biz amayapti, qattiq tursa bo'ladi. Endi glyukozani solib, bunga glyukozani solib, yana yaxshilab aralashtiramiz. Bo'ldi. Endi buni qizdirishga qo'yamiz. Ham no'no'yim. Hatto xohlaganingizga qo'ying. Xohlaganingizga qo'ying. Endi kumush ko'zgu reaksiyasini ko'ramiz. Ko'zguga o'xshatdimi? Mana ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli chiqdi. Endi ichidagi o'zmasini aytsangiz, aynan aksiz ko'rinadigan kumush reaksiyasi hosil bo'ladi. Qani kilometr ko'rtashing. Faqat qayta tashkil mavzuyimiz algid va ketonlar xossalari mavzusini o'qitish metodikasi. Rejamiz algid va ketonlarning nomlanishi. Ikkinchi rejamiz algid va ketonlarning fizik va kimyoviy xossalari. Uchinchisi algid va ketonlarning olinishi va kimyoviy xossalari ishlatilishi. Tarkibida karbonil gruppa, ya'ni SO gruppa saqlagan birikmalarimiz saqlagan birikmalarimiz oqsil birikmalar deb ataladi. Oqsil birikmalar sinfiga algid va ketonlar kiradi.
uglevodorodlar molekulasida bir yoki bir necha vodorod gruppasiga almashina oluvchi birikmalar aldegetlar deb ataladi. Ikkita vodorod radikali bilan almashgan uglevodorodlarimiz esa ketonlar deb ataladi. Ketonlar o'zi to'yingan aldeget va ketonlar alifatik, zanjirli, halqali va aromatik to'yingan va to'yinmagan bo'lishi mumkin. To'yingan alifatik aldeget va ketonlarning umumiy formulasi CnH2O hisoblanadi va bunda aldeget va ketonlar bir-biriga sinflararo izomer hisoblanadi. Nomenklaturasi aldeget va ketonlar asosan trivial nomenklaturada nomlanadi. Bunda trivial nomenklatura, ya'ni tarixiy nomenklatura hisoblanadi. Bunda karboksil guruhi, ya'ni karbon kislotalarining nomidagi kislota so'zi o'rniga aldeget so'zi qo'shib nomlanadi. Masalan, slaydimizda ko'rib o'tirgandek, chumoli aldeget, uning tarixiy nomi formaldegid va uni sistematik nomenklaturada nomlagan paytimizda metanol, ya'ni uning tarkibida bitta uglerod atomi bo'lganligi uchun bu metanol deb nomlanadi. Keyingisi olinish usullari, u spirtlarni birlamchi spirtlarimiz oksidlangan paytida asosan aldegetlar hosil bo'ladi. Ikkilamchi spirtlarimiz oksidlanganda esa keton hosil bo'ladi. Buni olish usullarini slaydda ko'rib o'tishimiz mumkin. Karbon kislotalarining pirolizi, bunda bu reaksiya yozib qo'ygan paytimizda piroliz qilib va bunda o'sha holatda kalsiy karbonatimiz ajralib chiqadi. Buni kalsiy karbonatimiz ajralib chiqib Kuchir reaksiyasi hisoblanadi. Ularni asetilinni o'zi gidratlangan paytda aldeget hosil bo'ladi va buni ikkilamchi spirtlarimiz oksidlanganda, ya'ni asetilindan boshqa birikmalarimiz oksidlangan paytda esa keton hosil bo'ladi. Aldeget va ketonlarning kimyoviy xossalari. Aldeget va ketonlar reaksiyaga kirish qobiliyati kuchli bo'lganligi uchun ular reaksiyada biriktish, o'rin olish, kondensatlash va oksidlash reaksiyalariga kirishadi. Birikish reaksiyasini aldegetlarimiz birikish reaksiyasiga kirishganda aldegetlar hosil bo'ladi, spirtlar hosil bo'ladi va ketonlarimiz birikish reaksiyasiga, ya'ni vodorod bilan birikkan paytimizda ikkilamchi spirtlarimiz hosil bo'ladi. Aldegetlarning yana kimyoviy reaksiyasi bu disulfid reaksiyasiga kirishadi. Ko'rib o'tilgan holatda aldegetlarimiz, ya'ni disulfidlar, bu natriy gidrosulfidga kirishgan paytimizda birikmamiz reaksiyasini yozib ko'rsak, aldeget va ketonlarning tabiatda uchrashish haqida gaplashib o'tamiz. Bunda eng muhim tarqalgan vakili bu aseton hisoblanadi. Aseton ketonlar oilasiga kiradigan modda, u tabiiy ravishda organizmlarimizda uchraydi. Oz miqdorda esa inson va hayvon organizmlarida uchrab, yog'larning metabolizmida hosil bo'ladi. Va e'tiboringiz uchun rahmat.